Kech qolib ketdim ishga. Ha, dars ketdingizmi? Ha, ketdim xotin. Ketyapman xotin. Nechida kelasiz? Ishim tugasa kelaman. Bo'pti. Kechga nima ovqat qilib qo'ying? Mendan so'raysan, onamdan so'ra. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar, ketdim. Yaxshi borib keling. Alo, adasi. Ha, onasi. Idishlarni yig'ishtirib qo'ydigandingiz-ku, shularni qayerga qo'ying? Qizig'misan? Maqatdan bilaman. Onamdan so'ra. Bo'pti. Uzr og'ay, nimaga o'tiring? Mehmonlarini aytolma. Azizim, faqat borish kerak, zakat berish kerak, o'zlashtirish kerak. Tushundim o'rtog'im. Menga yomon narsa tavsiya qilmaysan-ku. Lekin shu onamdan men bir roz so'rang o'rtog'im. Aynimi? Onam bilan maslahat qilib e'tiborlanasan. Xo'p, gaplashamiz o'rtog'im. Davay. Adasi keldingizmi? Ha, keldim. Assalomu alaykum.